Mana shu joy Toshkentning tabiiy muzlatkichi vazifasini bajarganini bilasizmi? Bugungi Magic City o'rni oddiy sanoat karyeridan to ertaknamo qasrgacha bo'lgan o'zgarishlarni o'zida mujassam etgan. Hammasi 19-asrning ikkinchi yarmida Beshyog'och darvozasi atrofida boshlangan. O'sha paytlarda bu yerda g'isht quyadigan xususiy ustaxonalar joylashgan. G'ishtkorlar qurilishlar uchun yillar davomida shu yerdan sifatli tuproq qazib olishgan. Natijada bu joyda juda katta chuqur va tashlandiq loy karyeri hosil bo'lgan. 1939-yilda shahar rahbariyati ushbu relyefdan aholi uchun kerakli maqsadda foydalanishga qaror qiladi. Hashar yo'l bilan karyer kengaytirildi, ko'chatlar ekiladi va unga bo'lajak ko'l shakli beriladi. Anhor kanalidan toza oqar suv quyiladi. Lekin to'liq dam olish maskaniga aylangunga qadar bu yerda o'ziga xos g'aroyib ish boshlanib ketadi. Qishda suv muzlagan paytda usti somon va qamish bilan yopib qo'yilgan va bu tabiiy termos vazifasini o'tagan. Suv ko'lga yupqa qilib qo'yilib, muzlagandan so'ng asta-sekin uni qalinlashtirib borilgan. Keyin esa hosil bo'lgan qalin muzlar katta-katta bo'laklarga kesilib, kerakli joylarga yetkazilgan. Yozning chillasigacha shu muzlarni aravalarda, yuk mashinalarda, butun shahar bo'ylab omborlarga, do'konlarga, shifoxonalarga tarqatilgan ekan. Shamsin aka, shu davrlarni adezli eslarmidinglar? Ha, adam ko'rgan ekanlar. Aravada muzlarni suvni oqizib ketayotganini. 1950-yillarga kelib bu ko'l Toshkentning eng mashhur oromgohlariga aylandi. U avval Stalin ko'li, keyin esa Komsomol ko'li nomi bilan shahar aholisi xotirasida muhrlanib qoldi. Mustaqillik yillarida bu hudud Milliy bog'ning bir qismi sifatida yana obodonlashtirildi. Bugun esa bu maskan zamonaviy Magic City sifatida yangi qiyofa kasb etgan. Shu tariqa g'isht zavodining tashlandiq loy o'rasi bir asrlik yo'lni bosib o'tdi. Zamonaviy Toshkentning eng ko'ngilochar markaziga aylandi.